Assalomu alaykum. Demak, bugun navbatdagi mavzu uchta miqdorning nisbati. Xo'p, biz bundan oldingi mavzularda ikkita nisbatni ko'rdik, ya'ni ikkita miqdorlarning o'zaro nisbatlarini va endi mana uchta miqdorning nisbatini ko'rib o'tamiz. Xo'p, mana aslida quyida 4 ta ko'k, 6 ta qizil, 12 ta yashil qisqichlar berilgan. Xo'p, ularning nisbati mana 4, 6, 2 deb atalyapti. Va ularni har biri 2 ga bo'linuvchi son bo'lganligi uchun ikkitadan qilib alohida guruhlarga ajratilgan. Mana. Ya'ni mana bu 4 ni 2 ga bo'lgan, 6 ni 2 ga bo'lgan, 12 ni 2 ga bo'lgan. Va bizda 2, 3, 6 kabi nisbat hosil bo'lyapti. Ya'ni qisqarmas shakl mana shu holatda belgilanadi. Ya'ni ikkita nisbatan bir xil, uchta nisbatligi ham bir xil. Ya'ni hammasini bir qurib bo'lib chiqish kerak xolos. Mana bir xil, a? Xo'p, birato'la biz misol ishlashni boshlaymiz. Xo'p, qisqarmas shaklda ifodalang. 4, 6, 30. Xo'p, bularni har birini 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda qisqarmas shakli 2, 3 va 15 holatda bo'ladi. Xo'p, keyingisi masalan 28, 16, 32. Bularni har biri 4 ga bo'lib olsak, 28 4 ga bo'lsak 7, 4 va 32 ni 4 ga bo'lsak 8. Xo'p, keyingisi har birini 5 ga bo'lsak 2, 5, 8. Mana qisqarmas shaklda bo'lyapti. Xo'p, bularni har birini 6 ga bo'lsak 2, 6 va 3. Mana shu demak birinchisini qisqarmas shaklli bo'ldi. Mana shu holatda ishlasizlar. Xo'p, ikkinchi mashqni boshlaymiz. Ikkinchisi nima deyapti? Tushirib qoldirilgan sonlar topish kerak. Yaxshi, mana. Mana bunga e'tibor qaratsak, nechaga ko'paytirgan? 6 ga ko'paytirgan. Mana buni ham demak 6 ga ko'paytirgan. Demak, buni ham nima qilish kerak? 6 ga ko'paytirish kerak. Bizda 30 tushib qoldirilgan son. Birinchisida. Tushunarli, a? Xo'p, ikkinchisida. Mana 3 dan 12 ga aylanadi. Ya'ni 4 ga ko'paytiryapti. Demak, buni 4 ga ko'paytirsak 8, buni 4 ga ko'paytirsak 32. Har birini 4 ga nima qilyapmiz? Ko'paytirib chiqyapmiz, a? Xo'p, keyingisi, demak, mana bu 4 ga ko'paytirsak bo'ldi ekan bu ham. 4 ga ko'paytirsak 28 bo'lyapti. Endi 20 chiqish uchun 5 bo'lish kerak. 5 kara 4 20. Xo'p, 12 chiqish uchun mana bu yer 3 bo'lish kerak. Chunki 3 kara 4 12 bo'ladi. Xo'p, endi mana buni ko'radigan bo'lsak, xo'p 7 ga bo'lib olgan. Demak, 2 chiqqan. Mana bu 14 bo'ladi, chunki 14 7 ga bo'lsa 2 chiqadi. Xo'p, demak 6 ekan, mana bu 42 bo'ladi. 42 ni 7 ga bo'lsak bizda javob 6 chiqadi. Xo'p, davom etamiz. Mana bu. Demak, oxiri 30 ekan. Demak, nima qilgan mana bu oxiri? 30 bo'ladigan bo'lsa 2 ga ko'paytirgan. Demak, mana bu 9 ni ham mana bu yerga 2 ga ko'paytirib olsak 18 bo'ladi. Xo'p, mana bu 8 niki 2 ga ko'paytirib olsak bizda 16 bo'ladi mana. Har birini 2 ga ko'paytirib qo'ydik, xolos, a? Xo'p, va so'nggisi, F'si. Mana bu 15 ekan, mana bu 3 ekan, mana e'tibor beringlar. Demak, 5 ga ko'paytirib olgan. Demak, mana bu 20 ni olamiz va mana bu ikkinchi katakka qo'yamiz. Nechini 5 ga ko'paytirsa 20 bo'ladi? Albatta 4. Xo'p, mana bu 30 olamiz va buni birinchi katakka olib kelamiz. Nechini 5 ga ko'paytirsak 30 bo'ladi? Albatta 6 ni. Ya'ni mana shu holatda ishlasizlar. Xo'p, G'sida aytayaptiki, mana bu birinchisi 4 ida, keyin 32 bo'lib qoldi. Ya'ni 8 ga ko'paytiryapti. Yaxshi, demak, mana bu 2 ni olaman va ikkinchi katakka olib kelaman. 8 ga ko'paytirsam 16 bo'ladi. Mana bu 3 ni olaman va buni mana bunga olib kelib qo'yadigan bo'lsam, 8 ga ko'paytirsam 24 bo'ladi. Mana shu holatda. Xo'p, mana buni 8 24 ekan. E'tibor qaratsak, 8 kara
nechi 24? 3. Ya'ni 3 ga ko'paytirib yuborgan. Demak, mana bu 27 ekan. 27 ni xo'sa qilish uchun, demak 9 karra 3 27 bo'ladi. Xo'p, mana 33 xo'sa qilish uchun esa 11 ko'paygan 3 bo'ladi. Xo'p, mana shu holatda ishlaysizlar. Unaqa qiyin emas, mana hammasini elementar qilib tushuntirib berdim, mana ko'rgan bo'lsanglar. Qanday qilib ishlaganimizni. Xo'p, endi xuddi shuni workbook qismini yechimini boshlaymiz. Xo'p, workbookda biz qayerga keldik mana? Demak, 3 ta miqdorning nisbati 9-topshiriq. Xo'p, yaxshi. Bizga aytayapti. Olmalar, noklar va bananlar sonining nisbati deyapti. Xo'p, olmalar. Olma nechta? 1, 2, 3, 4, 5 ta olma. Nok 2 ta bor. Banan 1, 2, 3, 4 ta bor. Demak, olmalar 5, noklar 2 va bananlar 4. Noklar 4, bananlar. Noklar 2 edi-ku. Uzr. Mana. Noklar 2, bananlar 4, olmalar 6. 5. Olma 5 ta, olmalarimiz 5 ta. Mana. Mana shu holat, davom etamiz. Xo'p, har bir nisbatni qisqarmas shaklda yozing. Mana bu 5 ta ekan. Mana bu 6 ta ekan. Mana bu 4 ta ekan. A, B, C larning nisbati. Ya'ni A, B va C larning nisbati. A imiz 5, B imiz 6, C imiz 4. B imiz mana 6 edi. A, B, C lar yig'indisi. Ya'ni mana bu yerga 5 plus 6 plus 4 deyapti. Demak, bu 615 nisbatda. Lekin qisqarmas shaklda ifodalanyapti mana savolda. Demak, qisqarmas shaklda har birini 3 ga bo'lib o'rsak, demak 3/5 nisbatda ekan. Mana bu oxirgi natija. Kelishdikmi? Xo'p, davom etamiz. 3-chi. A shakl, B shakl va C shakl yuzalari bor. A va B, C shakllar yuzalarining nisbatining qisqarmas shakli, ya'ni 78, 48, 18 deyapti. Har birini 2 ga bo'lib o'rsak, mana bu 39. Mana buni 2 ga bo'lsak 24. Mana buni 2 ga bo'lsak 9. Demak, bizda javob 39, 24 va 9 nisbatda ekan. Kelishdik-a? Xo'p, 4-chi. 9, 18, 15, 12 deyapti. Xo'p, markalarning umumiy sonini toping deyapti. Xo'p, aslida markalarning umumiy soni 9 plus 8 plus 15 plus 12. Demak, bu 20, 35, 44. Jami markalar soni 44 ta. Xo'p, bizda-chi? Aytayapti. Ali, Lobar va Dilbardagi markalar sonining nisbatini qisqarmas shaklda yozish kerak. Ali, mana bu 9, Dilbar, mana bu 12 va Lobar qani? Mana bu 15. 9, 15, 12. Demak, 9, 15, 12. Mana bu ularning nisbati. Lekin bizdan endi savolda qisqarmas shaklda degani uchun nima qilamiz? Har birini 3 ga bo'lib olamiz. Mana 3 ga bo'lib oldik. 3 ga bo'lib oldik. Buni ham nima qildik? 3 ga bo'lib oldik. Va bizda 3, 5 va 4. Mana bu qisqarmas shakl bo'ladi. Qisqarmas shakli. Tushunarli-a? Oson mana, bemalol. Xo'p, endi Botirdagi, Dilbardagi va jami markalarning nisbatini toping. Demak, Botir 8 ta, Dilbar 12 ta. Va umumiy esa, demak 8
12 va umumiysi 44. Mana boshida topganmiz, mana 44. Xo'p, endi mana shuni qisqarmas shaklda ifodalasak, har birini 4 ga bo'lib yuboraman. Demak, 4 ga bo'laman. 12 ni ham 4 ga bo'laman. Mana bu 44 ni ham nima qilaman? 4 ga bo'laman. Va bizda oxirgi yechim 8 4 ga bo'lsa 2, 12 ni 4 ga bo'lsak 3, 4 44 4 ga bo'lsak 11. Xo'p, mana yumaloq qo'yib qo'yaman oxirgisini. Demak, mana bu qisqarmas shakl. Qisqarmas shakl bo'ladi. Va davom etamiz. Xo'p, ruchkamizni rangini o'zgartirib yuboraylik. Xo'p, e'tibor qaratinglar. Nima bo'lyapti? 18 ga 6 demak 3 ga bo'lib yuboryapti. Har birini 3 ga bo'lsa 3 1. Tamom. Xo'p, mana bu nechaga bo'lyapti? 8 ga. Demak, 24 8 ga bo'lsa 3, 72 ni 8 ga bo'lsak 9. Osongina mana haligi songa qarab turib chiqarib qo'ysalar bo'laveradigan narsa. Xo'p, nechaga bo'lyapmiz? 5 ga bo'lyapmiz. Demak, 25 5 ga bo'lsak, 30 5 ga bo'lsak mana javoblari. Va nechaga endi ko'paytiryapmiz? 6 ga ko'paytiryapmiz. Demak, mana 36, mana 42 bo'ladi. Xo'p, mana buchi 9 ga bo'lib yuboryapmiz. Demak, mana bu 5 bo'ladi, mana bu 3 bo'ladi. Xo'p, buchi 8 ga bo'lib yuborayotgan ekanmiz, a? Demak, 64 8 ga bo'lsak, bizda 8 chiqadi. Xo'p, nisbatlarni qisqarmas shaklda ifodalang. Yaxshi. Mana bu 81 27 18. Hammasini 9 ga bo'lib yuboraman. Shunda 9 3 2. Mana qisqarmas shakl. Xo'p, mana bunga keldik. Har birini 5 emas. Xo'p, o'ylaymiz. Raqamlar yig'indisi demak 3 ga bo'lib yuboraman. 3 ga bo'lsam, birinchisi 18, 20 va 5 mana. Oson-a? Davom etamiz. 7-chi. Tushirib qoldirilgan sonlarni toping. Yaxshi. Demak, 8 kari 5 40. Demak, mana bu 25 bo'ladi. 5 ga ko'paytiryapmiz. Mana bu 10 ga ko'paytiryapmiz. 30 bo'ladi. Mana bu 110 bo'ladi. Xo'p, mana bu 6 ga ko'paytiryapmiz desida. Demak, 6 ga ko'paytirsak, mana bu yer 6 bo'ladi. Keyin mana bu yer 9 bo'ladi. 9 kari 6 54, to'g'rimi? Xo'p, mana bu 4 ga ko'paytiryapmiz. Demak, 6 kari 4 24, 4 kari 4 16. 6 ga o'xshamabdi, ana endi o'xshadi. 192 gachamida 189 dan 92 gacha. Xo'p, yaxshi, mana. Demak, yechimlarimizni qilib chiqdik. Hech kimda savol tug'ilmadi shekilli. Mavzu oson edi. Va hammasini mana tushunarli qilib yozib tushuntirib berdik. Xo'p, rahmat hammaga. Keyingi darsga demak biz 3 miqdorning nisbatiga doir matnli masalalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, YouTube kanaliga obuna bo'ling. Buni videosini albatta YouTubega joylaymiz. Rahmat hammaga.